Hurmatli do'stlar, 15 yillik bepushtlik azospermiya holati, ya'ni urug' foizi 0 holatda bemorimiz kelgan. Hozir operatsiyani yakunladik. Mikroteziya amaliyotini amalga oshirdik. Xudoga shukr, juda ham yaxshi harakatli urug'lar topildi. Mana bemorimiz o'zlarida, hushida. Hozir o'zlaridan ham tafsilotlarni eshitasizlar. Shu kungacha nima qilgan, qanaqa lecheniyalar qilgan, o'zlari sizlarga ozgina gapirib o'tadi. Aka, nima lecheniyalar qilgansiz, qanaqa holatda bo'lgan? 15 yildan beri shuni orqasidan yuramiz. Xudoga shukr, mana bugun nasib qilib keldi. Ko'rishib, operatsiyadan o'tdik, og'riqlar yo'q. Hamma yoq chiroyli, yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr. 15 yilda biror marta urug' chiqmagan sizdan? Asal ko'p davolanganman, endi davo lecheniya olganman. Kamida 7 yil davomida lecheniya olganman. 2011 dan boshlab lecheniyaga kirishib, o'sha 18larda to'xtatganman. Keyin o'zi to'xtatib qo'ygansiz, umid uzib qo'ygansiz. Zerikib to'xtatib qo'ygan. 2011-yildan 2018-yilgacha davolanishgan, lekin samara bo'lmagandan keyin umuman umidlarni uzib qo'ygan, lekin ijtimoiy tarmoqda, Instagramda ko'rdingiz. Instagramda bizni qilayotgan ishlarimizni ko'rib, ixlos qilib kelibdi. Mana Xudoga shukr. Xudo yo'limizni ochdi. Yaxshi sifatli urug'lar topildi. Endi shu bemorimiz ham xohlagancha farzandli bo'lishi mumkin. Inshaalloh. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin.